Assalomu alaykum, hurmatli narx navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda talablaringizga binoan avtomobillar uchun balonlar, diskalar, ya'ni saka diska, oddiy diska, shinalar ham eng kichkina Matizga bo'ladigan balonlardan boshlab, Damas'li balonlardan boshlab katta yuk mashinalariga to'g'ri keladigan balonlar, umumiy hamma balonlar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar. Denov shaharda joylashgan. Mo'ljalda aytadigan bo'lsak, mana to'g'rimizda Mo'yka ko'chaga kirish yo'li. Mo'yka ko'chadan chiqqaningizda mana to'g'ringizda mana Kumxo Tayr nomi bilan ochilgan do'kon. 4 qavatli binoni domlarida 1-qavatida joylashgan. Bu yerda rabochiy balonlar ham bor, har doim bo'ladi. Asosda biz yangi balonlar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Saka diskalar, keyin boshqa aksessuarlar ham bor. Hozirgi shu bahor faslida, ya'ni endi kunlar isib qoldi. Narxlarni ko'rsatib o'tamiz ayni vaqtdagi. Qaysidan boshlaymiz? Bundan. Hozirgi holatda bizlarda mana Gentra avtomobillariga balonlarimiz bor. Ularga archa tishlik xohlaganlar uchun mana tanlov bor. Keyin to'rtburchak tishlik xohlaganlar uchun Sunful Aviation degan balonlarimiz bor. Keyin arzonchi balonlarimiz Minnel bor, Apulislar bor. Bularni bu barchasini hammasini narxi 550 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin mana Minnellarimiz bor. Minnellar 525 mingdan qilib beramiz. Bular o'z narxlari tushgan holat. Bular qanaqa sezonlik? Bular hammasi 4 ta faslga. 4 ta fasl. 4 ta faslga mo'ljallangan bular sezonliklar. Hammasi. Keyin bu yerda 185 ga 74 Nexia avtomobillari uchun bor. Bular 450 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bor narxlar hammasi. Bular ham 4 ta faslga mo'ljallangan. Keyin bu yerda 185 63 motorlar bor. Bular narxi 475 mingdan 650 gacha, ya'ni 650 ming so'm narxlari Nexia'larimiz. Bular 605 mingdan qilib beramiz hozir. 600 mingdan ham qilib beramiz hammasi. Bular koreyskiy variant, bular Nexia. Bular Nexia variantlar. Kumxo Nexia'lari variantlar bor, 70 ming, bular yumshoq variant. Keyin bu yerda Cobalt haydovchilar uchun, ya'ni 15 lik razmerli 205 63 15 Cobalt haydovchilar uchun 205 70 15 bor, 205 63 15 bor. Charm polarimiz bor, Sunful bor, Minnel bor. Minnellarimiz 575 ming so'mdan narxi. Sunfullarimiz 600 ming so'mdan, charm polarimiz 650 ming so'mdan. Keyin atallarimiz bor 600 ming so'mdan. Narxlarni qilib beramiz hozir. Hozirgi kunda narxlar tushgan arzon bo'ladi. Xo'sh, keyin 15 diska Nexia'larimiz uchun, ya'ni 60 talik 195 ga 60 razmer taqmoqchi bo'lgan uchun Spark Nexia'larga 550 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Hozirgi kunda emas, 550 ming so'm narxlari. Minnel, Sunful, Aviation, Compass degan balonlarimiz ham bor. Hop, keyin bizda ya'ni hozirgi mana yangi chiqqan Cobaltda kattarog'i, ya'ni Chang'angmi, shunaqa mashinalar bor-ku, o'sha mashinalarga ham balonlarimiz ham bor. Mana bu sechka balon deyiladi. 185 ga R14 sechka balon. Hozirda bular narxlari 600 ming so'mdan qilib beramiz. Sechka balon deyiladi, 14 razmer, o'sha balon mashinalar uchun. Shunaqa balonlar ham bor bizlarda hozir mavjud. Keyin hop, Nexia, Nexia 2lar 13 diskasi borlar uchun 185 ga 70 13 balonlarimiz mavjud. Minnel, Ratalla, Journey, Volcato, Machete degan balonlarimiz hozirgi kunda eng yombop, ham arzon, ham yumshoq trendga chiqqan balonlarimiz biri Minnel balonimiz. Bular narxi hozirgi kunda 450 ming so'm. 450 ming so'mdan narxlar qilib beramiz. 185 ga 70, ham shiroki, ham yumshoq. Bular hammasi 4 ta faslli. Keyin nimaga Tikoga, Damas razmerlarimizga nima qilib beramiz. Damas Tikolarga bular Ratalla balonimiz 500 ming so'mdan, mana Minnellarimiz bor 450 ming so'mdan qilib beramiz. Bular ham 4 ta faslli, diska zashitli kodlari ham bor. Mana 4 ta znachoklari ham berib qo'yibdi mana hammasi. Narxlari 450 ming so'm, yumshoqqina 4 burchak chiroyli turadi. Keyin Matizga balonlarimiz ham bor. Matizga 400 ming so'mdan 450 ming so'mgacha, eng yaxshi zo'rlari 450 minggacha qo'yiladi narxlar. Keyin Damas mashinasiga, ya'ni 13 diska taqmoqchi bo'lganlar uchun 175 ga 70 13 balonlarimiz bor. Minnel bilan Sunful Aviation balonlarimiz bor. Ular narxi 450 ming so'mdan 450 mingdan qilib beramiz. Xo'sh. Keyingisiga o'tsak, keyin 16 balonlarimiz 205 ga 60 16larimiz bor, ya'ni 10X'larga, keyin Mozalarga tushadigan 16 diska balonlarimiz bor. Xo'p, bularning narxi 650 ming so'mdan boshlanadi, 8 gacha boshlanadi, yaxshilari. Bular hammasi Xitoy balon, 4 ta faslli bular. Xohlasa archa tishli, xohlasa to'rtburchak tishliklar bor.
Keyin bizda ya'ni yo'l tanlamas shinalarimiz ham bor, balonlarimiz. Ya'ni Uvazik, Offroad, Gazel mashinalariga balonlarimiz va har xil turdagi razmerlarimiz 215 75 16, 215 75 16, 215 70 16, 225 75 16, 265 70 16, 265 65 16 ya'ni Pravda 90 ham bor. Hamma yo'l tanlamas shinalarimiz ham bor. Xo'p, bularning narxlari 750 ming so'mdan boshlanadi, Gazeldan boshlab to buyog'i 950 ming so'm 1 milliongacha boshlanadi narxlari. Bu boshlashlar bor ekan, hammasidan bor ekan. Ya'ni 15 razmerlar ham bor ekan, Nivalarga. Ulardan ham bor bizda. Keyin trekker haydovchilar uchun, trekker, keyin Honda haydovchilar uchun 225 ga 60 o'rnatib balonlarimiz bor. Bularning narxlari 900 ming so'mdan qilib beramiz. Narxlari 225 ga 60, o'zida 215 ga 55 o'rnatib bo'ladi. Bizlar bunga 225 ga 60 o'rnatib taqib bersa ham bo'ladi, shiroq ham yaxshiroq bo'ladi yana. Xo'p, xullas keyin bizlarda ya'ni ustki profillik balonlarimiz ham bor. 215 ga 45 o'rnatdi, 245 ga 40 o'rnatdi razmerlarimiz, ya'ni bular 17 8 diskka taquvchilar uchun, ya'ni mana Jigulilarga 17 diskka taquvchilar bo'lsa, shunaqa razmerlarimiz ham mavjud bizlarda. 650 ming so'mdan bular ham 8 gacha narxlari bor. Har xil sifatli balonlarimiz. Keyin mana 225 ga 55 o'rnatdi balonlarimiz bor. Bular 750 ming so'mdan narxlari. Hop, keyingilari 18, ya'ni Captiva, Trekker, Equinox razmerlarimiz ham mavjud hammasi. Ular ham narxlari 750 ming so'mdan boshlanadi, 1 million so'mgacha narxlari. Sifatli, hammasi yumshoq, 4 ta faslga mo'ljallangan balonlar ular. Arzon sifatli. Xo'p, yana bizlarda hozir bu ko'rsatganimiz hammasi bular Xitoy balonlarimiz. Ya'ni bizda koreyskiy balonlarimiz ham mavjud. Ya'ni Nexon kumxolarimiz. Endi keyingi nimaga o'tamiz. Xo'p, mana bizda hozirgi kunda mana eng trendga chiqqan, ya'ni ommabop kumxosolis balonlarimizdan biri, ya'ni Kech 16 modelimiz. Ya'ni oldin 8000 825 ming so'mdan sotilgan bu balonlarimiz hozirgi kunda 700 ming so'm 690 ming so'mdan bo'lyapti bu balonlarimiz Kech 16lar. Yana ham kelsa, do'konda o'zi kelsa, ustanovka, balansировкаларni bepul ichida qilib beramiz. Qanday bu balon ishlab desa, ustanovkalar bilan qilib beramiz. Yana ham kelishtirib bergan joyi bor. Kelib agar o'zi kelsalar. 690 bular 8000 850 ming sotilgan balonlar hozir aksiyaga 690 ming so'mdan bo'lgan hozir. Aksiya narxi hozir. Yana ham kelishtirib bergan joyi bor. Kelsalar do'koningizga. 195 oldi, har xil modellaridan bor, taksi bor modellari. Xo'p, mana aka bizlarda yana katta balonlarimizga, ya'ni inomarka mashinalarimizga ham balonlarimiz mavjud. Hammasi narxlari 1 million 50 ming so'mdan boshlanadi, bu yoq ketadi 1 million 500 1 million 700 gacha. Ya'ni Equinox, Malibu, K5, K8, K9 hamma turdagi qanaqa inomarka bo'lishidan qat'iy nazar hamma mashinalarga razmerlarimiz bor, topiladi, xudo xolasa. Bular hammasi kumxosolis koreyskiy balonlarimiz. Ya'ni hozirgi mana kunda 16 razmer balonlarimiz ham bor. 10x mavzularga 205 55 16 o'zini razmer qo'yaman deganlar uchun ham 205 ga oldin bular 850 ming so'mdan 900 ming sotilgan balonlarimiz hozir 750 mingdan bo'lgan bu narxlar. 205 55 16 razmerlarimiz. Town bir modellarimiz. Hop, xullas bu yerda endi Nexon balonlarimiz, bular ham koreyskiy mahsulotlar, sifati yaxshi. Bularda ham hop, koreyskiy mahsulotlar har xil turdagi Equinox, Trekker, mavzularga ham hamma razmerlarimiz bor. Hop, bular ham Cobalt razmerlargacha, ya'ni bular ham 700 ming so'mdan boshlanadi narxlari va yaxshi o'sib ketaveradi. Ya'ni razmeriga qarab. Mana bu tomondagi hammasi Nexonlarimiz, bular Cobalt mashinalarga tushadigan razmerlarimiz. Bu tomondagilar esa Gentra mashinalarga tushadigan razmerlarimiz bular. Hammasi turdagi. Har xil turdagi Nexon balonlarimiz bor. Hop, bu yerda ya'ni bizlarda hozir ya'ni yevropeyskiy, germanskiy, yaponskiy balonlarimiz ham mavjud do'konimizda. Bu ya'ni yevropeyskiy balon hisoblanadi. Goodyear. Bular yozgi faslisi bular. Bularning har xil turdagi razmerlari kelgan. 245 45 19. Keyin bizlarda Nexon balonda zimniy balon, zimniy lipichkalik zimnilari ham mavjud do'konimizda. Ya'ni har xil turdagi inomarkalarga. Equinox deydimi, hop Malibu deydimi, K8 deydimi, K5 deydimi, hammasi mavjud. Mana ya'ni bular Nexon Vanguard modelidan zimniy varianti bular. Xohlovchi bo'lsa 4 faslga ham ketaveradi, lekin chista zimniy lipichkalik bular. Xohlagan turdagi razmerlarimiz bor. Bularga ham inomarkalarga. Keyin bizda germanskiy balonlarimiz ham bor. Ya'ni Goodyear degan balon 255 50 20.
BID son BID Champion Plus mashinalar uchun ballonlarimiz ham bor. Bular ham yevropeyskiy, germanskiy ballonlarimiz hozircha mavjud. Keyin bizlarda Nexon 7000 ballonlarimiz hozir narxlari arzon bo'lib qolgan. Bular 1 million 100 ming, 1 million 200 ming sotilgan hozir Nexon ballonlarimiz, ya'ni Monza 10X larga tushadigan ballonlar, ya'ni Cobaltlarga ham tushadi. 12-16 diskalilar bo'lsa, hozirda narxlari bularning 900 ming so'mdan bo'lgan narxlari. 1 million 100 ming, 1 million sotilgan ballonlar Nexon 7000 narximiz 215 ga 60 16, 205 ga 55 16. Bularning hozirgi kunda narxlari 900 ming so'mdan bo'lgan narxlari. Ikkimizda mana 215 ga 55 17, 215 60 17, ya'ni bular trekker mashinalariga tushadigan ballonlarimiz bular hammasi. Bu zimni xohlaydi, xohlasa 4 ta fasllik xohlasalar hammasi Nexonlar. Hozirgi kunda bular 950 ming so'mdan boshlanadi, 1 million 250 ming so'mgacha bor Nexonlar har xil modeldagi. Xo'sh, bizda mana hozirgi kunda diskalar, ya'ni bahor keldi. Hozir bahor mavsumida, ya'ni hozir sakkiz diska qo'yish mavsumi boshlandi hozirgi kunda. Hozirgi kunda bizda sakkiz diskalarga ham chegirma e'lon qilganmiz. Ya'ni qaysi diskalarga? Hozirgi kunda mana Gentra diskalarimiz bor. Xo'p, dollar hisobida $190, ya'ni hozirgi so'mda hisoblab aytsak 2500 ming so'mdan narxi bo'lgan. Ya'ni bular 2008 dan sotilgan vaqtida bu diskalarimiz 2500 ming so'mdan. Keyin mana Cobalt diskalarimiz bor. 2008 3 milliongacha sotilgan diskalarimiz 2600 ming so'mdan bo'lgan narxlari. Yana bizda mana har xil turdagi sport diskalarimiz mavjud. Kelib olib ketishlari mumkin. Xohlagan turdagi sport diskalarimiz 15 million 6 bitimi, 14 diskalarimiz, ya'ni 2 million 700 mingdan boshlanadi, 2 million 600 ming so'mdan boshlanadi. To bu yoq narxlari o'sha holatga qarab ko'tarib ketaveradi. Ya'ni $200 desak ham bo'ladi narxlari. Mana bular sport diskadagilar. Ya'ni bizda 13 diskalarimiz bor. Damas, Matiz, Labo mashinalarga tushadigan narxlar uchun hozirgi oldingi kunda hop 2800 2700 mingdan sotilgan diskalarimiz hozirgi kunda bular 2250 ming so'm, 2200 ming so'mdan bo'lgan narxlari. Ya'ni Vosenlar mana shular. Mana har xil turdagi mana bular bor. Bular 2300 ming so'mdan bo'lgan narxlari. Mana bu yerda har xil turda razmerlar bor, qator 13. Keyin mana bu yerda 13 narxlarimiz bor. Bular BBSlarimiz bor. Hozirgi kunda bu BBSlarimiz xo'sh 2 million 900 ming, 2 million 800 ming so'm bo'lgan. Bular 3 million 200 3,5 ming sotilgan narxlar bor BBSlarimiz. Bu yerda 14 razmer diskalarimiz bor. 14 razmer diskalarimiz $200 dan boshlanadi va ketaveradi narxiga qarab, holatiga qarab. Mana bu yerda 15 diskalarimiz bor mana. Nexia, Gentra, Cobalt, Spark mashinalarga tushadi mana. Mana shu qator hammasi 15. Bu qatordagilarimiz 16 razmer. Cobalt razmerlariga to'g'ri keladi. Ya'ni Cobalt Gentralarga. Mana Gentra shilpovkalik diskamiz bor. Bular Cobalt 4 ga 100 razmer topkasi. Bular hozirgi kunda 3,5 million so'm bular 16 razmerlik. Originalmi shunda? Yo'q, bular original emas, Xitoy bular. Bular sotuvdagisi. O bizlarda hozirda Optra 17 razmer diskamiz ham mavjud bo'ladi. 17 razmerli. Optralarimiz bor. Keyin xohlasa mana 17 lik diskalarimiz, ya'ni trekker, Monzalarga tushadigan diskalarimiz 17 razmer bor. Xohlovchilar uchun mana original o'zidan yechilgan Gentraning original diskasi bor. O'ziniki. O'zidan yechilgan holat. Ha, bu holati butun tiniq turibdi. 4 million 500 sotilgan diska 4 million so'mdan qilib beramiz. 4 million so'm. Buni qarang, bir narsadan shilipovka qilsa bo'ladimi buni ham? Buni ham shilipovka qildirsa bo'ladi. Masalan, bu video chiroyli ko'rinar ekan shilipovkani. Shilipovka qildirsa bo'ladi. Buni ozroq rasxoti bo'ladi. Shilipovkani shilipovka qildirsa ham bo'ladi. Shilipovka qildirsa bo'ladi. Faqat shilipovkada bitta narsasi bor. Shilipovkada ozroq dog' qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi-da. To'g'ri vid beradi, lekin shilipovkada qildirsa bo'ladi. O'zida holati ya'ni yaxshiroq shilipovka. Ozroq rasxot bo'ladi. Qildirsa bo'ladi shilipovka. Keyin bizda Lada, ya'ni Rossiya mashinalari, Lada Cross, Lada Vesta, Ladalarga tushadigan 15 diskali, ya'ni birga bir tushadigan o'zining yangi diskalarimiz ham bor holati. Ya'ni o'rtasini yo'ndirib yotmaydi. Shunday qilib tushadi. Shu diskalarimiz ham mavjud. Keyin bizda qora diskalarimiz ham mavjud. Damas, Matiz, Nexia diskalarimizga, ya'ni bizda mana bunaqa Euro original diskalarimiz bor. Mana kelsangiz mana Euro standart original deb yozib qo'yibdi. Ya'ni korobkada keladi bular. Xitoydan keladi bular, original. Bularni pakovkada, ya'ni komplet oluvchilar uchun bo'lsa 1 million 50 ming so'mdan qilib beramiz. Ya'ni 1 million 50 dan qilib beramiz. Komplet 4 tasi. Bular o'zi 1 million 200 ming sotiladi. 4 tasi. Bular qo'qon emas, bular original, chista original. Korobkada, pakovkada keladi. Euro standart original deb yozilgan ekan. Shundan bilsa ham bo'ladi. Sifatli. Keyin bizda
Bu har xil aksessuarlarimiz ham mavjud. Keyin bizda akkumulyatorlarimiz ham bor, dekorlar. Keyin bizda xohlovchilar uchun tashqarida bu ya'ni rабочий balonlarimiz ham bor bizda. Mana bu rабочий balonlar diskalarimiz. Bu kampilaga diskasi bilan diska baloni bilan kampli, ya'ni nima mashinalarga tushadi. Nimalarga? Lasetti, Gentra, keyin trekkerlarga, nima? Ular o'sha mashina 114 razmat topgansa, ya'ni diska baloni 2 million so'm qilib beramiz. Narxi 2 million so'm. 2 million. Bu ham xuddi shunday. Narxi 2 million so'm. 2 million bu ham, ha. To'rga 100, Cobaltga, Sparklarga, Nexia'larga tushadi razmat. 2 million so'm. Cobalt, Spark, Nexia'larga tushadi. Keyin bizda katta mashinalarga ham balonlarimiz mavjud. Ya'ni o'zimiz bular hammasi birinchi qo'l. O'zimiz olib kelamiz. Xohlagan turdagi mashina balonlarga nimalarga mavjud. Faton deydimi, Gurzovoy mashina har xil turdagi razmerlarimiz bor. O'sha raqamlarni qoldiramiz, shu raqamlarga telefon murojaat qilsa, har xil turdagi zillar deydimi, razmerlarni aytishsa. Bularning narxi telefonda aytiladi. Ha, bular narxi o'sha telefonda aytiladi, narxlari har xil turda. Birinchi qo'l biz o'zimiz. Birinchi qo'l narxlar hammasi. O'zimiz olib kelgan birinchi qo'lda yaxshi. 24 suloyliklargacha bor. Chunki 24 suloylik hali bironta bir nimada firmanikida bo'lmagan bunaqasi. 22-24 suloylik. Shunaqa go'zal bosh balonlarimiz ham bor. Keyin bizda ya'ni o'zida yechilgan haligidan diskalarimiz ham bor. Ya'ni mana bu birga bir holatligi bu diska balon 3,5 million so'm beramiz. Diska balon 3,5 million. Cobaltdagi tushadi. Cobaltga. Bizda Optra originali bor. Optra original. Diska balon bu ham 4 million so'm beramiz. 4 million kamplik. Ha, kamplik original. Xo'sh, bizda mana bu ham original 5 million so'm beramiz. 5 million so'm diska balon. Original bular ham hammasi. Bu qora diskalarimiz ham mavjud. Bu qora diskalarimiz ham mavjud. Har xil Nexia, Damas, Tico, Damas nima? Hop, donasi 100 ming so'm. Bu originalda lekin, to'g'rimi? Ha, bular emas, bu original ham bor, hammasi koreyskicha ham bor. Holatga qarab sotiladi bular. Dona desa dona, to'rtalik desa to'rtalik, donalik farqi yo'q. Ketadi. Berilaveradi. O, Vaz deydimi, Jigulga deydimi, Tico, Matiz, Damas hamma turdagi mashinalarga bor. Hammasiga bor. Diskalar. Keyin bizda mana Xo'sh. balonlarimiz ham mavjud. Bu balonni o'zi. Bu balonni o'zi bilan Nexia 7000. Holati yaxshi mana 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Holatlari 2 million 300 ming so'm. Cobalt razmeriga tushadi 15 diskasi. Keyin mana bunda barcha diskalarimiz bor. 215 70 diska baloni bilan 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. 1 million 300. Diska baloni bilan. Alkol degan balonimiz bor. Cobalt radno hisoblanadi. Ya'ni 9 ming so'm qilib beramiz buni. 9 ming. Balonni. Keyin mana Damas radno xohlovchilar uchun hop 700 ming so'm qilib beramiz balonni o'zini. 700 ming. Agar diska balonni xohlasangiz, diska balon bilan bor 900 ming so'm. Diska balonni. Har xil varianti bor, xohlagan varianti bor. Rabochilar xohlagan turadi. Ekranda telefon raqami yozilgan, telefon qilasizlar. WhatsApp, Telegram bor. O'sha ma'lumotni olaverasizlar. Manzilni tushuntirib o'tdim. Mo'ka ko'chadan chiqqanda to'g'ridagi do'kon.